Bilsangiz kerak, Yerning 70% suv bilan qoplangan. Bu okeanlar, bulutlar, muzlar va organizmdagi suvlar. Bu suvlarning barchasini olsak, birgalikda atigi diametri 1400 kilometr bo'lgan sharni to'ldiradi. Ammo agar biz faqat chuchuk suvni oladigan bo'lsak, u holda atigi 56 kilometr. Aynan suv Yerni boshqa sayyoralardan ajratib turadi va suvsiz Yer yuzidagi biz bilgan hayot mavjud bo'la olmasdi. Ammo sayyoramizdagi suv qanday paydo bo'lganligi haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Dastlab bizning quyosh tizimimiz nebula deb atalgan yulduzlardan qolgan gaz va chang buluti aylanib bir joyda to'planishi natijasida hosil bo'lgan va ushbu nebulaning bir qismi suv bo'lgan. Lekin yosh quyoshning nuri bir kun kelib Yer shakllanadigan orbitada suv bug'ining o'z-o'zidan kondensatsiyasiga to'sqinlik qilgan. Ammo nebulaning mayda parchalari kichik kondensatorlar rolini o'ynagan va shu bilan o'zining sirtida yupqa suv qatlamini hosil qilgan. Va mana shu suvga ega bo'lgan parchalar boshqa parchalar bilan birlashib bizning yosh sayyoramizni hosil qilgan. Yer sovishi bilan yer qobig'idagi toshlar atmosferaning dastlabki davrdagi kimyoviy moddalar bilan reaksiyaga kirishib, yanada ko'proq suv molekulalarini hosil qilgan. Suv yer mantiyasida ham mavjud bo'lgan, lekin mustaqil H2O molekulalari sifatida emas, H va OH shaklida butun yer qatlami bo'ylab tarqalgan bo'lgan. Bugungi kunda biz yer ostida qancha suv borligini aniq bilmaymiz. Biroq yer ostidagi minerallar ichida ibtidoiy H2O ning miqdori bir nechta okeanlarga teng bo'lishi ajablanarli emas. Ammo bu suvlar yerdagi suvning faqat oz qismi qanday paydo bo'lganligini tushuntiradi. Bugungi kunda yer yuzidagi suvning asosiy qismi quyosh tizimining tashqi qismidan kirib kelgan. Uglerodli xandrit deb ataladigan meteoritning bir turi suv molekulalarini, shuningdek ularning xom ashyolari, kislorod va vodorodni o'z ichiga olgan. Olimlar ta'kidlashicha, quyosh tizimining dastlabki yillarida Yupiter bugungi kunga qaraganda quyoshga yaqinroq aylangan va shu bilan uning tortishish kuchi minglab suvli meteoritlarni yosh yer tomon uloqtirgan va natijada ushbu meteoritlar yerga suv olib kelgan. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, nafaqat uglerodli xandritlarda suv bor. Quyosh tizimida o'z tarkibida suvga ega bo'lgan milliardlab kometalar va asteroidlar mavjud va ular ham bizning yerimizga suv tashlashi mumkin bo'lgan. Va shu joyda biz savol berishimiz mumkin. Tarkibida suv bo'lgan milliardlab asteroidlar va kometalar bor ekan, nega unda biz suv yerga aynan uglerodli xandritlardan kelganiga shunchalik aminmiz? Gap shundaki, yerdagi suvning atom tuzilishi biz topayotgan boshqa kometalar va asteroidlardagi suvning atom tuzilishiga mos kelmayapti. Ammo uglerodli xandritdagi suv atomining tuzilishi bizning suvimizga to'g'ri kelgan. Shu sababli ham bugungi kunda biz yer yuzidagi suvning asosiy qismi uglerodli xandritlardan kelgan deb xulosa qilishimiz mumkin. Okey, lekin mana shu asteroidlardagi suv o'zi umuman qayerdan kelgan? Astronomlar kosmosning turli qismlarida suvni topishgan. Suv tom ma'noda butun kosmos bo'ylab tarqalgan. Astronomlar hatto bir massiv qora tuynuk atrofida yer okeanidan 140 trillion marta og'irroq bo'lgan suv havzasini topdilar. Olimlar ushbu suv to'plamining yoshi kamida 12 milliard yil ekanligini aniqladilar. Va yana savol tug'iladi. Unda birinchi suv qachon paydo bo'lgan? Suvning birinchi komponenti vodorod katta portlash paytida hosil bo'lgan. Ammo ikkinchi komponent kislorod faqat yulduzning yadrosida hosil bo'lishi mumkin. Demak, suv koinotdagi birinchi yulduzlar yonishi bilanoq paydo bo'lgan. Ya'ni taxminan 12,7 milliard yil oldin. Yuqoridagilarni hisobga olgan holda biz shuni xulosa qilamizki, biz nafas olayotgan havo va biz ichayotgan suvda 12,7 milliard yil yoshidagi atomlarning bir qismi bo'lishi mumkin. Hey, salom. Men ushbu kanal muallifi Toddman. Videoni ushbu joygacha tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Aytgancha, mening kimligimni bilishni yoki jamoamizning bir qismi bo'lishni xohlaysizmi? Bunday holda mening boshqa ijtimoiy tarmoqlarimga obuna bo'ling. O'sha tarmoqlarda men tomoshabinlar bilan muloqot, kundalik bloglar va tanlovlar o'tkazaman. Sizni tinch qo'ymayotgan savolingiz bormi? Izohlarda qoldirib kanalga obuna bo'ling va kelasi videolarda javobingizni kutib oling.